Do'koningizga o'g'irlikka tushgan bolaman. Hey! Yur bu yoqqa. O'cha, Qobil aka, o'g'rini tutdim. Militsiyaga berib yuboramizmi? Iltimos amaki, militsiyaga bermanglar. Qaytib o'g'irlik qo'yaman. Bu yigit o'g'ri emas. Shunchaki pulni keyinroq tashlab ketaman deyapti. Ha, tashlab ketaman. Albatta tashlab ketaman amaki. Ana, tashlab ketaman deyapti-ku. O'g'irlik qilsa, qamalishini yaxshi biladi. To'g'rimi? Bilaman amaki. Amaki, bundan keyin o'g'irlik qilmayman. Yonimda pulim yo'q edi. Uyda singlim bilan ukam qolmoq. Bundan keyin nimadir kerak bo'lsa, shu akangdan olib ketaver. Ukalaringni o'ylayapsanmi? Demak, yomon bo'lamassan. Faqat bir narsa esingdan chiqmasin. Daraxtni qiyshiq o'sgan shoxi bir kun albatta kesiladi. O'shanda ismimni so'ramasdan ham do'kondan narsa olaver degandingiz. To'g'risi, o'sha payt dadam qamoqqa tushib qolgandilar. Agarda men o'shanda militsiyaga berib yuborganingizda, bilmadim hozir qay ahvolda bo'lardim. Sizning gapingizdan keyin o'qishga qattiq kirishdim. Til o'rgandim. Hozir o'zimni kichikroq bo'lsa ham korxonam bor. Mana shuni olib qo'ysangiz. Nima bu? O'shanda sizni do'koningizga borib, sotuvchidan ko'p narsalar olganman. Shu narsalarning puli bu aka. Kimdir hayotini yaxshi tomonga o'zgarishiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lsam xursand. Bu pullaringizni muhtoj odamlarga bering. Saxovat zanjiri sizda to'xtab qolmasin. Bitta narsa doimiy sizda tursin. Qiyinchilik paytida uzatilgan bitta qo'l, muvaffaqiyat paytida qarsak chalgan ikkita qo'ldan yaxshiroqdir.